Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'rguvchilar. Ko'rib atqaninglar Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasi. Mazkur programmamizda o'tgan bir hafta jarayonida yuz bergan Uyg'urlarga munosabatlik muhim xabarlardan ma'lumot beramiz. Men Erkin. Diqqatinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunida bo'lsin. Amerika Uyg'ur jamiyatiga qarashli Uyg'ur kishilik huquq programmasi tarafidan tayyorlangan chatga qilib yashash Xitoyning Uyg'ur mahallarini cheqishi mavzuliq doklad Xitoychaga tarjima qilindi. Dokladning Xitoycha nusxasi chorshanba kuni Uyg'ur biz to'g'rida e'lon qilingan. 89 betlik bu doklad bu yil 4-oyda e'lon qilinib, bir qism xalqaro axborot vositalarining diqqatini qo'zg'agan edi. Turli manbalarni asos qilib tayyorlangan dokladda Xitoy hukumatining Uyg'ur mahallarini cheqish orqali Uyg'ur madaniyat qurilmasiga buzg'unchilik qilayotganligi qayd qilingan. Buning yer tavrashga chidamliq uy silish nomida ilib berilayotganligini bildirgan. Melbourne Universiteti Uyg'urlarning siyosiy vaziyati haqida ilib berilgan tadqiqot natijasiga asosan bir mulohaza e'lon qilib, Uyg'ur elidagi etnik to'qinishlarni Uyg'urlarning milliy va diniy kamsitishga uchirish keltirib chiqarayotganligini bildirgan. Mazkur mulohaza Amerikadagi fan texnika va ijtimoiy fanlar tadqiqoti nomli bir tor betida e'lon qilingan. Mulohazada Uyg'ur elidagi yuqori maoshli yosh xizmatlarning Xitoy ko'chmanlari tomonidan egallanganligi, Eğir ve tüven maaşlı kişilarga Uygurlarning qabul qilindiganligi bayon qilinib, emgak bozoridagi bu xil kamsitishning nihoyat ro'shan ekanligini bildirgan. Qashqar shahridagi hunarvan Mamtimin Samarning motorli yog'och mashina yasab chiqishi Uyg'ur jamiyatida zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu yil 6-oyda Qashqar yarmankasiga qo'yilgan mazkur yog'och mashina 6 oydan beri Qashqar ko'chalarida sog'lom qatnamoqda ekan. Mamtimin Samar ziyoratimizni qabul qilib mashinam mingyotdi. Oila mashinasi o'rnida ishlatyapman. Kuniga Qashqar shahar ichiga bir ikki qatim qatnab chiqaman. Uningdan boshqa Yaman yarg'imi oyda bir ikki qatim qatnab berib kelaman deb ko'rsatdi. U yog'ochdan mashina yasag'ili nimishqa bo'lmag'idak degan fikr bilan ishga kirishib, oxiri mashina yasab chiqqan. Qirg'iziston hukumati Beshkekdan 20 kilometr yiroqlikdagi rayonda Otabek qurbonlar qabristonligini yasatib, 30-yillarda Stalinning qonli qirg'inchiligida qurbon bo'lgan har millat ommasini xotirlash munori tiklagan. Mana bu joyga Qirg'iz xalqi bilan birga yana 10 necha nafar Uyg'ur o'g'loni dafn qilingan edi. Beshkek atrofidagi Uyg'ur jamoati Qirg'iziston Uyg'urlar ittifoq jamiyatining boshchiligida Otabek qabristonligida faoliyat o'tkazib, 1930-yillari Stalinning cho'ng tozalash harakatida ziyonkashlik uchirgan Uyg'urlarni xotirlagan. Qashqar Yengishar Noylik yezigilik texnik kengaytish markazining xodimi Abduxilil Abdumet diniy e'tiqod sababli gumonliq unsur deb qarilib tutqun qilingan va oilasi 2 oydan beri uning to'g'riliq hech qanday uchur ololmayotgan edi. Abduxililning Beijingda o'qiyotgan inisi Abduxilil haqida maqola yozib, 15 noyabr kuni Uyg'ur biz to'g'rida e'lon qilgan. Voqea axborotga oshkorlanib 3 kun o'tganda Abduxilil Abdumet solaxonadan shart qo'yib berilgan. Ya'ni uning o'zi o'ltirishlik yezidan sirtqa chiqmasligi, sirtqa chiqishga to'g'ri kelsa, yezilik soqchixonaga ma'lumot berish shart qilingan. İnkaslarda ma'lum bo'lishicha, Xitoyning 18-qurultay yapılgan bir necha kundan buyon yana bir turkum Uyg'ur arzdorlar Beijingga yetib kelgan. Lekin bu qitim Beijingga kelgan Uyg'ur arzdorlar orasida ilgarigidek yer da'vosi va o'zimin da'vosi qilib kelgan arzdorlardan boshqa diniy e'tiqod jihatdagi turli cheklamalarga norozilik bildirib kelgan Uyg'urlarmi bor. Yaqindan buyon Uyg'ur elida normal diniy e'tiqod faoliyatlariga qartilgan cheklama kuchaytirilib, ayollarning yog'liq ortishi, erlarning soqol qo'yishi ma'ni qilingan edi. Bu cheklama keng musulmonlarning qattiq noroziligini qo'zg'agan. Arzdorlar Xitoy hukumatidan fuqarolarning qonundagi diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilishni talab qilishga kelganligini bildirgan. Muhtaram televizor ko'rguvchilar, yuqorida Erkin Osiyo radiosi to'g'ri televiziyasining haftalik xabarlar programmasini ko'rdinglar. Kelar hafta ko'rishgacha xushvaqt bo'linglar. Xayr xo'sh.